Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugungi video darslikda men sizlarga motivlarni ulash jarayonini ko'rsatib o'tmoqchiman. Klientim motivlarni tikib ulashimni xohladilar. Shu sababdan qizlar men hozir sizlarga tikib ulab ko'rsataman. Agar boshqa usulidan foydalanib ulamoqchi bo'lsanglar qizlar, 3-kursda men sizlarga motivli nimcha to'qish jarayonida boshqacha usulini ham o'rgatib o'tganman. Xohlagan usulinglardan foydalanib tikib yoki ulasanglar, to'qib ulasanglar bo'ladi. Qizlar, o'ng tarafini mana bu tarzda qo'yib olamiz. Teskari taraflarini bir-biriga qaratib olamiz. Imkon qadar iplarini bir xil tarafga qaratamiz. Mana pastga qaratyapman qizlar. Endi ninaga biroz ip o'tkazib olamiz. Juda ham uzun qilib yubormanglar qizlar. Mana bu qismida ikkita zanjir olgan edik qizlar. Shuni mana bu zanjiriga kiramiz to'liq. Mana. Va ikkinchi motivni ham mana shu qarama-qarshi zanjiriga kiramiz. Shunda mana bu qismda bittadan zanjiri qoladi. Shunga kirib, ipni qizlar bog'lab olamiz bir-biriga. Shu usulda mahkamlab olamiz. Mana 2 marta boylayman. Mustahkam bo'lishi uchun qizlar. Endi shu tarzda ushab qizlar har bir bug'doyiga mana bittadan kirib chiqamiz. Hozir mana bog'langan qismimizga kiramiz. Bu qismidan qaytib chiqamiz. Mana. Keyingisiga mana kirdim, ikkala bug'doyiga, bu bug'doydan chiqdim. Mana. Keyingi bug'doyga bitta kirgan qismingizga qaytib kirmaysizlar qizlar. Mana. Mana ko'rasizlar, bunaqa hosil bo'ladi. Biroz zichroq qilamiz. Mana tarzi tortib qo'yamiz. Mana. Shu tarzda qizlar har bir bug'doyiga kirib, mana. Mana yaqinlashtirib ham ko'rsataman qizlar. Tikamiz. Shu tarzda mana bu qismigacha tikib olamiz qizlar. Mana bitta zanjir mana bu qismidan qolguncha. Mana qaranglar. Mana burchakka yetib keldik. Mana bu ikkita olingan zanjir. Mana shu zanjirni mana bittasiga kiramiz va mana bunisiga kiramiz. Mana. Mana shu yakuniy nuqta bo'ladi. Qizlar mana. Endi ikkinchi bo'laklarni olamiz qizlar. Mana, yana ikkita motiv oldim. Mana. Bularni ham mana shu tarzda to'g'rilab ushlab olaman va to'qishda davom etaman qizlar. Mana bu holatda turibdi. Mana bu burchagiga zanjirga kiraman. Zanjirini topib oling. Mana qizlar. Mana zanjirga kirdim. Mana va mana bu zanjiriga ham kirdim. Agar har bir nuqtaga to'g'ri kirsanglar, qizlar, hamma petlalaringlar to'g'ri chiqadi.
Mana shu tarzda men oddiy o'tib ketaman bu qismiga. Mana shu qismida yana qaytib kirib, mana 2 marotaba shunda tikkan bo'laman bu qismiga qizlar. Mana biroz tortaman. Mana. Ana endi davom etaman tikishda. Qizlar, oddiy mana bu qismini qay tarzda tikkan bo'lsam, shu tarzda tikib davom ettiraman. Keyingi motivlarni ulash jarayonini tushunib oldinglar qizlar. Shu tarzda motivlaringlarni tikasizlar qizlar. Hozir biz mana bu qismidan boshlab bu tarafga qarab tikib ketyapmiz qizlar. Motivni birlashtirib, oldi va orqalarini tikishni boshlab yuborasizlar. Bunda qizlar mana uzun hosil bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana shu tarzda qizlar, mana uzun old va orqa bo'laklar hosil bo'ladi. 24 ta motiv ulanadi qizlar, qaranglar. Hozir menda 24 ta chiqmaydi. Sababi mana bu qismida ipim yakunlanib qoldi va men sizlarga shu jarayonni ham ipni qay tarzda ulab tikib ketishni ham ko'rsatib bermoqchiman qizlar. Demak, qizlar, ipinglar yakunlanib qolsa, mana bu o'ng tarafida turibdi. Biz buni teskari tarafga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir. Mana bu keyingi kirilmagan bug'doyga kirib, mana teskari tomonga o'tkazib olamiz. Va qizlar, ignaga ipni ulab, ya'ni boshqa ipni kirgizib olamiz. Mana qizlar, keyingi kirilmagan bug'doyimizga ignani kirgizib turib, qizlar, mana bu ip bilan mana bu yengi ulangan ipimizni bog'lab olamiz. Ikki marotaba bog'laymiz qizlar. Mana. Endi ishimizni o'girib tikishda davom etamiz.